Mana 11-sinf o'quvchimiz Dildora peletda o'qiyapti. To'qilgan peleti mana bunday chiqadi. Mana judayam chiroyli chiqadi. Mana peletimiz. Mana Dildoraning iplar to'plami. Mana jiyanchasiga to'qiyapti. Mana endi to'qish texnologiyasi qanday ketyapti. Mana bir tekisda mana bitta tepadan pastga bo'lib qolibdi, o'rtada o'zgartirib qo'yamiz. Hammasini bir qator tekshirib chiqamiz. Qolib ketmadimi? Keyin hali tepadan pastga bo'lib qolmadimi? Aylanib qolmadimi? Hammasini bir qator ko'zdan kechirib chiqamiz. Bir tekisda ketish kerak. Bir tekisda. Ana. Mana aylanib ham qolmasdan peletlari, mana har bir halqalari aylanib qolmasligi kerak bo'ladi. Mana. Hozir qo'yib mana. Bitta tushib qolmas. Mana, mayda qolib ketmaydi. Mana shu yerdan boshqatdan so'kib.